Siz Zohid. Yigitni solyapti. 73 kilogramda. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, kurash ishqibozlari, navbatdagi yig'ma kurash estafetasi bizning Qamashi tumanimizga mamnuniyat bilan topshirilgan ekan. Kuni kecha bizlar Qamashining oqsoqollari, kayvonilari bilan shu o'tkazilinadigan yig'ma kurashimiz haqida biroz suhbatlashib oldik. Va siz aziz muxlislarda ham mana shu navbatdagi Qamashi tumanidagi yig'ma kurashga qo'shimcha takliflar, savollar, nimalarga e'tibor berishimiz, nimalarda amalga oshirsak yaxshi bo'ladi degan bir savol-javoblar asosida bir suhbatlashib olmoqchimiz. Qamashi tumanida yig'ma kurashi qanday va qaysi tartibda tashkil qilinadi degan savol kelib tushgan. Qamashi tumanida yig'ma kurashining bosh tashkilotchisi Ro'zi polvon Dushayev hamda Nurbek Media, hamishagiday Soyib Qurbonovlar. Asoschisi endi asosan yig'ma kurashning asoschisi Nurbek Media bilan Soyib Qurbonov sanaladi Qashqadaryoda. Taklif Qamashining oqsoqollari, kayvonlari aytishyaptiki, sportning o'zi asosiy bosh maqsadi tinchlik, do'stlik, birdamlik, sihat salomatlik vazifasini bajaradi. Bu yerda nima taklif kelib tushyapti? Hurmatli vatandoshlar, kurash ishqibozlari, diqqatlaringizni bitta narsaga jalb qilyapti. Qamashining kayvonlari o'sha Ro'zi bobo boshchiligida may oyida muhtaram yurtboshimiz qarori, o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori asosida xotira va qadrlash bayrami belgilangan. Shuning uchun may oyida endi hammaning xonadonida, urug' avlodida xotirlanadigan o'tganlari bor hammaning. Shuning uchun ham aprel oyining shu oxirgi 2-haftami, oxirgi haftami bozor kuniga butun yurtimiz bo'ylab mana shu mashhur o'tib ketgan polvonlarni xotirlash, chavandozlarni, polvonlarni xotirlash hamda pahlavonlarning 3 avlod uchrashuvini tashkil qilishdi. Qamashi tumani o'sha Yartepa arenasiga tashkil qilsak bu tarixiy voqea bo'ladi degan mazmunda suhbat tashkil qilindi. Aslida o'ylab qaraydigan bo'lsak, birinchidan sportning haqiqatan ham vazifasi mehr oqibat, do'stlik, birdamlik, oldingi zamonda tinchlik elchisi ma'nosini ham anglatgan. Bu yerda Qamashining kayvonlarining bitta katta chiroyli tashabbusi ko'rib turibsizlar, 3 avlod uchrashuvini ham tashkil qilyapti. O'sha keksa hozirgi hayot polvonlarimiz, o'rta polvonlarimiz va hozirgi polvonlarning ham diydorlashuvi tashkil qilinadi. Masalan, kun tartibi qanaqa, qaysi polvonlar xotirasiga tashkil qilinyapti deydigan bo'lsangiz, bu yerda umuman el aro, masalan, ellarimiz aro, mana sport tilida xalqaro deyiladi.
ellarimiz aro, masalan, viloyatlardan o'tib ketgan o'sha Ahmad polvon davrida, Buxor polvon davrida, Toyir polvon Turdiyev davrida va hokazo mana shu Jabbor polvon Mamarasulov davrida, shularning davrani umuman zavqqa shavqqa to'ldirib kurashgan, o'tib ketgan polvonlar, chavandozlarni xotirlasak, qanday tartibda tashkil qilinadi degan savollaringizga javob aytaylik. Misol tariqasida ot sportidan bir ikkita misol kiritaman men. Qashqadaryo misoli nuqtai nazaridan mana Fazli chavandoz Qo'shko'ldan otasi Attipir chavandozning xotirasi. Mana chavandozlardan kiritilinishi qanday tartibda kiritilinadi? Xotira o'sha el aro butun O'zbekiston bo'ylab o'tkazilinadigan, eslanadigan, qadrlanadigan, polvonlar o'rtasida diydorlashadigan kurashga qanday tartibda kiritilinadi o'tib ketgan chavandoz yoki polvon degan savollaringizga chiroyli svetnoy rasmi qo'yilgan tarjimai holi yoziladi. Aytaylik, Attipir polvon Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qo'shko'l qishlog'ida shunchancha yil tavallud topgan, shunchancha yilgacha mana shunday dong taratib chavandozlik qilgan, faoliyati shundan iborat, nechta farzandi bor. Umumiy ma'lumot kiritasizlarda svetnoy variantda o'sha Nurbek Media Telegram gruppasiga va Kamronbek Soatov gruppasiga tashlab berasizlar PDF qilib. Mana shu kurashchilar misolida qanday tartibda desa ham xuddi shunday takrorlaysizlar. Saidnabi polvon masalan chiroqchi. Shunchancha yil tug'ilgan, xalqaro toifadagi sport ustasi, svetnoy juda bir medallarini toqqan fotosurati joylashgan tarjimai holini bizlarning Telegram gruppalariga tashlab berasizlar. Surxondaryo misolida oladigan bo'lsak, o'sha Surxondaryo viloyatining kurash federatsiyasi rahbari Toyir polvon Turdiyev, o'sha Jabbor polvon Mamarasulov. Fotosurati tarjimai holi chiroyli variantda PDF qilib Telegram gruppalarga tashlab berishlaringizni iltimos qilamiz. Bu sanoqli insonlarni misol tariqasida keltirishimizdan maqsad o'sha davrda kurashgan barcha polvonlarni eslashimiz kerak. Barcha polvonlarning tarjimai holi, fotosuratlarini Telegram gruppaga PDF qilib, chiroyli qilib tashlab berishlaringizni ham iltimos qilamiz, ham mana shu kelajak avlodimizga butun O'zbekiston bo'ylab, masalan, Buxoroda masalan misol keltiradigan bo'lsak, Sobir Qurbonov jahon chempioni masalan sambo kurashi bo'yicha, Barno Jo'rayev va hokazolarni mana Buxoroda bilaman, Akaxol bor va boshqa kurash fidoyilari bor, federatsiyalari bor. O'tib ketgan polvonlarning tarjimai holi avtobiografiyasini yozma PDF qilib Telegram gruppalarga tashlab berasizlar. Bu yerda bitta narsadan yutamiz bizlar. Ham kurash taraqqiyotiga xizmat qilamiz. Ham bu yerda viloyatlar o'rtasida polvonlarni bir saralash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Saralash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Polvonlarni biz o'rganamiz va kashf qilamiz. Ertaga Xudo nasib qilib kurashimiz olimpiada dasturiga kiritilinadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, Qamashi hududi nuqtai nazaridan xotirlanadigan odamlarni ham xuddi shu yuqorida ko'rsatilgan Buxoro, Xorazm, Samarqand, o'pshi nechta viloyatimiz bo'lsa, hammasidan faxriy o'tib ketgan mashhur polvonlar, chavandozlar albatta mana shu 3 avlod uchrashuvi, Qamashi yig'ma kurashi dasturiga tashlab berilishini iltimos qilamiz. Bu yerda ijodkorlar ham, yozuvchilar ham, shoirlar ham, blogerlar ham, sport blogerlari ham, sport muxbirlari ham
ishtiroki ta'minlanadi. Albatta bu yerda juda katta biz bazaga ega bo'lamiz. Biz bilmagan, yoshlarimiz bilmagan, farzandlarimiz bilmagan polvon bobolari, chavandoz bobolari haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi biz, yosh avlodimiz ham. Bu yerda hammalaringizga ayon Qamashi misolida agar tahlil qiladigan bo'lsak, Qamoy aytaylik, Qamoy eli. Qamoy elidan Erkin Murodov masalan o'tib ketgan juda ham kurashga katta xizmat singan odam. Yo'ldosh polvon masalan. Bunda yurib keladigan bo'lsak, mana Olim Xurramov. Qancha chempionlar, qancha sportchilar, o'zi ham sport ustasi, O'zbekiston chempioni. Chavandozlar misolida ham Qamashi tumanida qisqa men ma'lumot berishimdan maqsad hammasi o'sha davrda shu Ahmad polvonlar davrida, Abdumo'min polvonlar davrida, Boyto'rayevlar, o'sha Mavlon polvonlar davrida Chem elidan oladigan bo'lsa, qarang, Eshim polvon. Keyin Toshdemirmi, Toshpo'latmi? Umuman Chem elining o'tib ketgan polvonlari, chavandozlarini mana ustozimiz bor, mana Baxtiyor aka bor, qolaversa Qashqadaryo Qamashining haqiqiy farzandi mana Ernazar Toshkentda fan doktori. Hayotini, umrini mana shu sportga bag'ishlagan inson. Chemda o'tib ketgan polvonlarni avtobiografiyasini, tarjimai holini, o'sha svetnoy rasmi bilan tashlab PDF qilib Telegram gruppalarga joylab berishdi. Ernazar polvonga yuklaymiz. Qamay elining polvonlarini Qamashida masalan Qamay elining polvonlari nayla mana Qahramon polvon bor. Ichki ishlar tizimida faoliyat ko'rsatyapti, o'zi ham ichki ishlar musobaqalarining chempioni. Mana shunday tartibda har bir elning o'zining hayvonlari bizlarga shu Qamashidagi yig'ma kurashga katta tantanaga, juda katta an'ana bo'ladi bu. Umuman respublikadagi takrorlanmagan yangiliklar kiritilyapti. Mana Ro'zi polvonning otasiga rahmat. Bor budini tikib, Qamashining ori, Qamashining eli, men O'zbekiston polvonlarini bir martaga hammaga tanittiraman. Iloji bo'lsa, kuchim yetsa, baholi qudrat kitob variantiga ham aylantiraman butun O'zbekiston polvonlari, chavandozlarini deyapti. Bu ham katta tashabbus, juda ham katta jasorat va qolaversa, kelajak avlodga biz to'liq ma'lumotlarga asoslangan holda polvon bobolarimizni, polvon chavandozlarimizni hammasini tarixga muhrlaymiz. Shuning uchun bunga hech qanday siz tashkilotchilar aytayapti, hijolat chekmasin. Men agar o'zimning o'tib ketgan polvon akamni, bobomni qo'shsam, bu yerda moddiy manfaat bormi yoki mendan bir narsa umidvor bo'ladimi tashkilotchilar degan narsani unutingizlar. Hech qanday hech kimga moddiy manfaat so'ralmaydi ham, u uchun bezovta ham, hijolat ham bo'lishining hojati yo'q deyapti. Hammasini mana shu O'zbekistonimizda ila tadbirkorlarimiz bor. Qamashida Manaman degan ayla Toshkent shahrida yurgan yoshlarimiz bor. Qamash tumanining o'zida ham Manaman degan sportni qo'llab-quvvatlaydigan, mana Yakkabog' elida masalan Faxriddin hoji ustozimiz bor. Norka polvon avtobiografiyasi, tarjimai holi, rasmi. O'sha medal taqib tushganlari chiroyli variantda PDF qilinadi. Shahrisabz masalan, Shahrisabzda ila qancha trenerlar bor, ustozlar bor. Tura polvon Avliyaqulov deymizmi? Umuman Shahrisabz zonasida nechta polvon, kitob Shahrisabzda o'tgan polvonlarda Burxon Sattarov juda ham fidoyi inson. Shahrisabz kitob. Qolaversa o'sha Rashid bilan birgalikda Yakkabog' Faxriddin hoji bilan hamkorlikda o'tib ketgan chavandozlar, o'tib ketgan mashhur polvonlar, sportchilar. U dzyudoistmi, kurashistmi, sambistmi farqi yo'q. Hammasini ustozlarning ustozini ham foto variantini, tarjimai hollarini iltimos qilardik. Mana shu katta yig'ma kurashimiz dasturiga, Telegram gruppalariga tashlab berishlaringiz iltimos qilinadi. Endi
yana qaysi tomonlariga biz tushunmaymiz, kelishamiz, qaysi tomonlari aniqlik kiritilishi degan joylariga mana shu yig'ma kurashlarining asoschisi Nurbek Media Telegram gruppasi bilan Soyib Qurbonov bo'ladigan bo'lsa, endi shu an'ana davom etadi va tarixiy shular asoschi bo'lib qoladi. Mana ertaga Qamashida tashkil qilinadigan yig'ma kurashining ham bosh bakovuli Soyib Qurbonov. Sabab Soyib Qurbonov yosh, davlat musobaqalarida ham o'zining o'rniga, obro'yiga, nufuziga ega inson. Keyin hamma tomonlama o'ziga to'q yigit. Aytaylik, Koson tumanining o'tib ketgan polvonlarini, mashhur chavandozlarini umumiy foto varianti tarjimai holi bilan PDF qilib Soyib polvonning o'zi tashlaydi Telegram gruppaga, Nurbek Mediaga, Kamronbek Soatov gruppasiga. Shuning uchun Koson tumani, Muborak tumani Soyib polvon Qurbonov sizga taalluqli bo'ladi. Nortoji Sayimov, bu Qashqadaryoning emas, O'zbekistonning faxri. Shu inson haqida ham ko'proq ma'lumot kiritishimiz kerak. Nortoji Sayimovdek polvonlar bilmadim endi u necha ming yilda bir dunyoga keladi. Shuning uchun hamma viloyatlar, Samarqand viloyatidan Eshan bobomiz bor. Mana Samarqand polvonlari gruppasining faoli. Samarqandda o'tib ketgan katta polvonlar, masalan, Ato polvon deydimi yoki boshqa polvon deydimi, hammasini aniq ma'lumotlari bilan. Mana Bektosh ustozlar bor u yerda, yaxshi bakovullar bor, Ibrohim Karimov bor. Hammasini mana shular boshqosh bo'lib Telegram gruppaga mana shu yerga tashlab berishlaringizni iltimos qilamiz. Endi bu majburiy emas. Umumiy birinchi bizlar sinov tariqasida tashkil qilyapmiz. Butun O'zbekistondagi sportchilarni, butun O'zbekistondagi o'tib ketgan chavandozlarni eslash, xotirlash, shu polvonlar oilasini, 3 avlodning uchrashuvini, diydorini tashkillashtirish ham bu birinchi tashabbus bo'ladi. Bu ham yaxshi narsa. Diydorlashamiz, video lavhalar tashkil qilinadi. Bugun kim bor, ertaga kim yo'q, uni Alloh biladi. Shuning uchun bir-birimizni mana shu sport olamidagi xizmat qilgan odamlarni video lavhalari, jonli mana ko'rsatuvlar, savol-javoblar, erishgan natijalari haqida ham blogerlarimizdan iltimos qilamiz. Ko'rsatuvlar alohida, masalan, aytaylik, Surxondaryodan juda katta polvon keldi, keksa polvon. Kim masalan? Toshtemir Muhammadiyev tashrif buyurdi, Rustam Ergashev tashrif buyurdi deylik. Albatta tashrif buyurar, nasib bo'lsa, shuncha tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi. Ular ham bilaman, Qo'ng'irot xalqi mard bo'ladi. Kelib polvonlar haqida, eski polvonlar haqida ma'lumotlarni hurmatli blogerlar, sizlar intervyular tashkil qilib, foto variantlar tashkil qilib, o'sha mashhur, masalan, 30 yil oldin yoki 40 yil oldin mashhurlikni qo'ldan bermagan, bizning bayrog'imizni ko'targan, O'zbekistonning sha'nini himoya qilgan polvonlar bilan ham davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil qilinadi. Kurash jarayonida. Bu kurashga xalaqit bermagan holda. Barcha o'sha bizlar qanchalik darajada erishamiz endi buni Xudo biladi. O'zbekistonda kurashni, sportchilarni yaxshi ko'radigan faollarga bog'liq. Bitta savol tug'ilyapti mana yonimizda turib. Kurash qanday tashkil qilinadi? Polvonlarni kurashtirish va hakamlar qayerdan tashkil qilinadi? Qanday keladi degan savollar bo'layapti. Bu yerda kurashning bosh tashkilotchisi bitta narsasiga men hurmatim oshdi. Ro'zi Chavandoz, Ro'zi Bakovulning Jalilov, Norkaka, sizni juda hurmat qilamiz. Bizning taklifimiz, Qamashining kayvonlarning taklifi, bitta viloyatning polvoni boshqa viloyatning polvoni bilan kurashtirasizlar. Soyib polvon yaxshilab diqqat qilasiz. Aytaylik, 70 kilo Xorazm, 70 kilo aytaylik Jizzax, 81 kilo Jizzax, 81 kilo Surxondaryo yoki Samarqand. Ana shunday tartibda davraga polvonlarni parlab qo'yasizlar dedi Qamashining kayvonlari. Aytaylik, misol tariqasida Qashqadaryo bilan Samarqandning polvoni kurashadigan bo'lsa, Buxorodan hakam qo'yasizlar dedi.
Buxorodan hakam qo'yasizlar. Hakamlar ham даже neytral bo'lishi kerak. Halol bo'lishi kerak. Ro'zi polvon bir so'zamon juda bir ajoyib insonlik aytayapti-ku, avvalo bizning mana shu kurashimizga boshqosh bo'lib turgan muhtaram prezidentimiz bor bu yerda. Qolaversa, shu o'zbek kurashining bosh nazorati generalniy prokuraturada, bosh prokuratura nazoratida deyapti. Shunday ekan, demak, biz kurashimizni tarixiyligini, halolligini, jozibadorligini butun dunyo ko'rishi uchun shoshilmasdan, har xil bo'lar bo'lmas fikrlarni bildirmasdan chiroyli tashkil qilishimiz kerak. Yanagi avlodimizga ham shu kurash, olish, qadimgi urflarimiz, ko'pkarilarni bus-butun yetkazib qoldirishimiz kerak, chiroyli tartibda. Shundan el, xalq, muxlislar dam oladigan sharoitni ham, muhitni ham yaratishimiz kerak deyishyapti. Keyin tashkil qilinadigan kurash kun tartibiga o'sha kurash e'lon qilingan, hali o'sha bosh tashkilotchimiz Ro'zi Bakovulni o'zi e'lon qiladi Soyib Qurbonov bilan birgalikda. Albatta bozor kuniga mo'ljallanadi. Yakshanba dam olish kuniga mo'ljallanadi. Ertalab Xudoya oshi beriladi. Xayriya oshi. Xayriya oshi beriladi, polvonlarni xotirlab Qur'on tilovat qilinadi. Chavandozlar, polvonlar haqqiga Qur'on tilovat qilinadi. Va o'sha polvonlar, keksa polvonlar, o'rta polvonlar hammasini ertalabki shu xayriya oshiga chin yurakdan taklif qilinyapti Qamashining kayvonlari tomonidan. Endi Qamashi tumani haqida men ko'p gapirsam maqtanganday bo'lib qolaman. Qamashida shunday oriyatli insonlar bor, kerak bo'lsa kurash taraqqiyoti uchun xohlagancha homiylik qiladigan odamlarimiz bor. Masalan, Ro'zi Bakovulni o'zi ham bir inson qiladigan ishning 3-4 hissa balandini qiladigan insonlar bor. Mana Toshkent shahrida yurgan Ernazar polvon mana Chen farzandi. Hech gap so'zsiz kurash taraqqiyoti uchun, kurash rivoji uchun, Qamashining sha'ni uchun juda katta xizmat qiladi. Shuhrat Keldiyorov mana masalan men fan doktorlarini sanayapman. Fan doktorlaridan Shuhrat Keldiyorov, Qamashining farzandi, albatta Qamashida tashkil qilinganda ustoz bizlar chekkada qolmaylik. Bizlar uni ham ilmiy tahlil qilamiz, ham moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Mana Davud polvon, Elmurod Soatov, fan doktori. Mana bizning Qamashimizning qancha hali men buni o'qiydigan bo'lsam kun kech bo'ladi. Tadbirkorlarimizdan masalan mana Qosimovlar turibdi, qarab turmaydi. Cho'liyevlar avlodi turibdi. Har qanday holatda juda chiroyli ham ko'mak beradi, ham xotirlanadigan polvonlarning foto variantlarini ham, foto portretlarini ham kerak bo'lsa, kim biladi hali hamma O'zbekiston xalqi bir yoqadan bosh chiqarib, Qamashiliklar sizlarga rahmat. 3 avlod uchrashuvini tashkil qilibsizlar. Bizning o'tib ketgan chavandoz polvonlarimizni eslabsizlar. Biz birgamiz. Hammamiz fikrimizni aytamiz. Hammamiz o'zimizni taniydigan polvonlarimizni tavsiya qilamiz. Tarixda qolishini bizlar ham xohlaymiz. Deydigan agar sport olamining insonlari bo'ladigan bo'lsa, biz juda ham mamnuniyat bilan xursand bo'lgan bo'lar edik. Qamashi kayvonlari nomidan aytayapman, menga vazifa qilib yukladi mana shu tashkilotchilar, sizlarga bayon qilyapman. Aytaylik, mana masalan Ibrohim Karimov Samarqanddagi o'tib ketgan mashhur sportchilarning fotoportretlarigacha yasatib kelish imkoniyatiga ega. Aytaylik, Surxondaryoning kurash federatsiyasining boshlig'i ham juda ham tashkilotchi, juda ham tadbirkor, o'sha o'tib ketgan polvonlar masalan qancha polvon bor Surxondaryoda, Toyir polvon yoki Jabbor polvon emas, O'rol To'rayev, qancha o'tib ketgan polvonlarimiz bor. Erali Mamarasulov. Nimasi qiyin masalan mana Surxondaryoda shunchalik darajada fidoyi insonlar bor. Mana Jabbor polvon, Mahmudov, Maxtumquli Mahmudov mana otalarining foto portretlarini
Bironta endi bu yerda kecha tashkilotchilar bitta narsani maslahatlashishdi. Misol tariqasida aytaman. Masalan, Qama elidan Olim Xurramov xotirasi uchun bitta alohida super sovrin qahramon polvon Xurramov qo'yishi mumkin. O'sha yerda xohlasin bitta tarelkaga chiroyli qilsin, xohlasin bitta kalendar variantida Olim polvon haqida chiroyli ma'lumotlar bilan fotoko'rgazma yasab, o'shaning nomiga super sovrin tovoq qo'yiladi. Olim polvon xotirasiga qo'yilgan tovoq masalan qaysi viloyatdan qanaqa polvon ko'tarsa, albatta bu yerda boshqa viloyat bilan boshqa viloyat, bir viloyatdan polvon qo'yilmaydi. O'sha g'alaba qilsa aytaylik, Olim polvon xotirasi sovrinni yutgan odamning sovg'asini Olim polvonning oilasidan Karim polvon, Salim polvon, Qahramon polvonlar chiqib mukofotini topshirib, olqishlar bilan bag'riga bosib, mana shu bugungi kunda bizning ustozimiz, otamizning xotirlanadigan kunida degan mazmunda hammaning diliga iliqlik, odamiylik, insonparvarlik bu yerda bir-birimizni qadrlash, bir-birimizni yaxshi ko'rish ma'nolarini anglatadigan video lavhalar tashkil qilinadi. Shu uchun mana masalan to'g'ridan to'g'ri aytaman, mana chavondozlar olamidan Fazli polvon, masalan, Fazli chavandoz aka-ukalaringiz bilan o'sha Attipir polvonning fotobuislarini tashkil qilib, bitta chiroyli Attipir polvon xotirasiga qo'yilgan sovrin, super sovrin tashkil qilasiz. Mana masalan men Qoronqo'l qishlog'ida tug'ilgan bo'lsam, Qo'shko'l bilan mana shunday yonma-yon maktabimiz bir, elimiz bir, to'yimiz bir. Katta ishonch bilan aytaman, masalan, shu Attipir polvonning xotirasiga ham katta sovrin qo'yiladi. Masalan, bizlarda mana Qamashida Quvonch polvon yoki Buxor polvon, shularda ham hammasining xotirasiga bitta sovrin tashkil qilinadi. Shu uchun polvonlar hammalaringizni mana shunday juda katta tashkiliy an'anaga bizlar tashkil qilamiz. Hakamlar masalasiga Soyib Qurbonovdan bitta narsani iltimos qilamiz. O'rtaga hakamlik qilish uchun el, xalq, hayvonlar talabi shunday bo'layapti. Ikkita davlat polvon bor. Bittasi Nishondan davlat polvon, bittasi G'uzordan davlat polvon. Keyin Surxondaryodan davlat polvon. O'rtaga bakovullikka taklif qilinayotgan nomzodlarni ham men sanab o'tib ketaman. Surxondaryodan Jabbor polvon. Aytaylik, Surxondaryodan Bekzod Boykeldiyev. Katta bakovullarni hammasini taklif qilamiz. Biz diydorlashamiz, mehrlashamiz, foto variantlar, suhbatlar tashkil qilamiz. Mana hurmatli Surxondaryo viloyatining eng kayvonisi masalan Zafar hoji bo'ladigan bo'lsa, Jomg'ir bakovul, Orif bakovul, Zokir bakovul sizlardan iltimos. Agar imkonlaringiz bo'lsa, hammamizda Alloh sog' salomat shu kunlarda diydorlashishda agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, siz bizga bog'liq joyi yo'q. Tashkiliy masalaga boshqash bo'lingizlar. Polvonlarning kelishi, keksa polvonlarning kelib ketishiga masalan viloyat kurash federatsiyalari bironta avtobus chiroyli qulayliklar yaratishga harakat qilingizlar. Samarqand aniq bilaman, Ibrohim Karimovday mard odam yo'q. Samarqanddan butun bir delegatsiya keladi. O'rtaga hakamlikka masalan Bektosh, Rizomat Soliyevdan men iltimos qilaman. Mana shu polvonlarning parlanishida, butun O'zbekistonning polvonlarining parlanishida Rizomat Soliyev, Fozil Xolbozorov, mana Aziz Shonazarov, Jalol Shonazarov, Samarqanddan o'sha Bektosh polvon, mana shunday mashhur odamlar, polvonlar, ustozlar, sizlar boshqash bo'lasizlar. Chunki sizlarning qilayotgan mehnatlaringning natijasi mana shu umumiy keyingi estafeta kimga beriladi, yig'ma kurashni men bilmayman. Keyingi estafetani olgan rayon, tuman yoki viloyat bundan ham boyitadi. Bizlar ham borib mana davlatimiz bizga kurash uchun nima qilib berdi deymiz. Biz nima qildik? Milliy urfimiz, milliy kurashimiz uchun. Bizdan nima xizmat deydigan davr keldi. Mana yurtimiz, xalqimiz
Qamashidan mana bir yigit shunday chiroyli gapni gapirdi. Men xursand bo'ldim. Salim deydi. Mana To'qpoyda yashaydi. Juda katta tadbirkor, Rossiyada uzoq yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Ustoz, agar Qamashida tashkil qilinadigan bo'lsa, bitta nomerga meni qo'ying, men любой tomonlama shu kurash taraqqiyotiga o'zimni hissamni qo'shaman deyapti. Aytaylik, mana Yakkabog'da tashkil qilgan Dilmurod rais masalasiga keladigan bo'lsak, Dilmurod rais ham albatta mana shu tashkil qilinadigan palvonlar kurash taraqqiyotiga o'zini hissasini qo'shadi. Bilasizlar, bizlarda bir Bobur bo'ldingmi? Kim? Qiziltepadan bo'lding deb laqabli jentira qo'ydi-ku bitta katta ko'pkari sportiga. Bu odamlar ham qarab o'tirmaydi. Umuman Qamashida hech kim qarab o'tirmaydi. Qamashiliklar, biz sizlarga juda katta ishonch bildiramiz. Ro'zi bakovulni yonida turib, bir yoqadan bosh chiqarib, jipislashib, butun O'zbekistonning polvonlarini kayfiyatini ko'tarib, hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, ana endi qo'shimcha bitta taklif kiritilyapti. Kimdir kurashga homiylik qilaman, himmat qilaman desa, Ro'za aka, iltimos sizdan masalan o'zingizni yoningizda turadigan tashkilotchilardan bitta hisob raqam qo'yib, siz ham bu yerdan Qamashi tumanidan tushadigan tushumlarni yig'ib, o'shaning cheklarini Telegram gruppaga aylantirib, ko'proq tashkil qilinmasa, bunday oxirida yig'malaringiz endi u sizlarning ishlaringiz, o'zlaringiz belgilaysizlar. Sovrinlar masalasi bo'yicha men reklama qilmayman, lekin haddan tashqari zo'r bo'ladi. Kechagi men gurungdan his qildim. Eng ko'zga ko'ringan sportchilar nihoyatda o'zining ko'ngildagidan balandroq darajada rag'batlantiriladi. Juda. Masalan, qaysi yana bizlarning hozir kurashga juda katta e'tibor qaratilayotgan viloyatlardan qaysilari bor desa, Xorazm masalasiga kelsak, Buxoro bilan Xorazmda ham juda olimpiada ishtirokchilari kashf qilinyapti. Juda yo'lga zo'r qo'yilgan. Xorazm ahlini boshini biriktiradigan bitta insonimiz bor, Davlatbek Hayitmetov. O'sha inson ham fidoi, ham homiy ham topoladi, ham o'tib ketgan sportchilar haqida fotojamlanmalarda tarjima hollarini PDF qilib gruppalarga tashlab beradi. Vodiy tomonlardan ham marhamat. Masalan, vodiycha kurashdan chempion bo'lib o'tib ketganlar bo'lishi mumkin. Dorboz sportidan chempion bo'lib o'tib ketganlar bo'lishi mumkin. Ot sporti bo'yicha masalan mana Jizzaxlarda manaman degan chavandozlar o'tgan. Shuning uchun butun O'zbekiston vatandoshlarimizni sportni yaxshi ko'radigan, kurashni yaxshi ko'radigan, ko'pkarni yaxshi ko'radigan barcha muxlislarni hammasini diqqatini mana shu 3 avlod yig'ma kurashimizga taklif qilamiz. Biz qamashiliklar sizlarga boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilamiz. Mana shu blogerlar xizmatini ham ta'kidlab o'ting degan edi. Endi blogerlardan masalan Nurbek Media Qashqadaryodan shu bilan birgalikda Qashqadaryo arslonlari, Nishon yog'disi, Yakkabog' olami, Qashqadaryo arslonlari, Kamronbek Soatov, Asror Zo'rtova, mana shu blogerlar xizmat qiladi. Surxondaryodan blogerlar. Behruz Uz, Asl Surxon Sport, Surxon Baraka. Mana shu to'rtalalaringiz tashkiliy masalalarga bosh qo'shingizlar. Mana shu kurashni e'lonini, tashabbusini hammalaringiz qo'lga olishlaringizga tilakdoshmiz. Albatta blogerlar xizmati ham rag'batlantiriladi. Buni men kurashning bosh tashkilotchisi Ro'zi Bakovulning o'z so'zidan olib aytayapman. Rag'batlantiriladi, mukofotlanadi va xizmati qadrlanadi. O'rtaga bakovullik qiladigan bakovullar masalasini o'sha Soy Qurbonov bilan Rizomat Soliyev, Davud polvon, Davlat polvon Choriyev, o'sha Orif Bakovul, Jabbor polvon Mahmudov, Maxtumquli Mahmudov, Zokir polvon, Hoji Zafar hojining ukasi, hammalari bir yoqadan bosh chiqarib
bir chiroyli polvonlarimizni eslash, 3 avlod uchrashuvini tashkil qilsalaringiz, biz qamashiliklar boshimiz osmonga yetadi va sizlarga xizmat qilishdan mamnun bo'lamiz. Men o'ylayman, duo qilingizlar. Hojilar, eshonlar, pirlar, mana shu kurashimiz, uchrashuvimiz zo'r o'tsin. Butun polvonlar tarixi yaratilsin va davomli bo'lsin. Amin. Allohu akbar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.